Cho'rtanbaliq va mushuk. Ivan Krylov. Ish chatoqdir, gar etikdo'z somsa pishirsa. Somsa pastchi, qo'lda bigiz kosiblik qilsa. Bunaqada ish orqaga ketishi tayin. Axir atayin bunday hollar ko'p martalab sinab ko'rilgan. Kim birovning hunariga qo'l urar ekan, boshqalarga qaraganda bo'ladi sarkash va har qanday ish deganni buzadi yakkash. Bilmaganni bilganlardan so'rash o'rniga behudaga u hammaga qolar kulguga. O'tkir tishli cho'rtanbaliq qildiki orzu, mushuklarning hunarini egallasa u. Ish qilib, u mushukvoydan qildi iltimos. O'zing bilan olib ket deb sichqon oviga. Qo'ysangchi, bilasanmi bu ishni biroz? Der mushuk unga. Tag'in yana kulgu bo'lib o'tirma oshnam. Qo'yaver og'aynijon, sichqon ekan-ku, undan katta baliqlarni ovlaganmiz biz. Unday bo'lsa qani ketdik. Yo'l olishib tez ombordagi sichqonlarni poylashdi ikkov. Qorinni to'qlab, ko'nglin xushlab o'sha soatda mushuk shoshar oshnasidan olgani xabar. Qarasaki, cho'rtan yotar og'ir holatda. Bo'g'ilgancha og'zin kap-kap ochar u yumar. Jo'rasining ahvolini mushuk ko'rarkan, behush holda uni yana hovuzga sudirar. Yodda tutgil, senga bu ish saboqdir cho'rtan. Bundan buyon ish qila ko'r sen kallang bilan. To'g'ri kelmas ekan senga sichqon ovlamoq. Har hunarning o'z siri bor, buni anglab boq.